bu holatdan keyin juda ham ayanchli nuqsonlar bilan dunyoga keladi. Bolalar urologi ham bo'larmidi? 97-98% odam tuzalib ketadi. Bolaga ko'p pampers kiygizma deyshadi. U ham sabab bo'lishi mumkinmi? Shuni aytmaylik, 90% dan yuqori, faqat Nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday muammolar bor? bu sehrli tabletka. Tushunarli. Aytayotgan muammoyimiz asosan bog'chada ko'p rivojlanib ketib qoladi-da. Nimadan kelib chiqadi? Asosiy sabablari qanday va qanday davolanish kerak? Bu ham tabiiy holatga kiradimi deb so'raydigan bo'lsangiz, yo'q. Juda ham og'ir nuqsonlar keltirib chiqaradi. Qaysi holatlarda operatsiyagacha borasiz? Xursand bo'lib aytishadi, aslida bu o'sha kasallik bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, eng yaxshi izohlarga, fikrlarga, kommentariyalarga albatta Clinics.uzning laboratoriya xizmatidan 500 ming so'm chegirma sovg'alari mavjud. Shuning uchun like bosing, obuna bo'ling va fikrlaringizni kutamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Clinics.uz podkastida bizning hayotimizga taalluqli, hayotimizni o'zgartiruvchi, ammo ko'zga ko'rinmaydigan shifokorlar bilan suhbatlashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni bolalar sog'lig'iga befarq bo'lmagan tibbiyot fanlari nomzodi 10 yillik tajribaga ega bolalar urologi Abdullayev Zafar Boburovich. Assalomu alaykum Zafar aka. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Bugun jamiyatimiz uchun juda ham muhim va kerakli bo'lgan mavzularda siz bilan suhbatlashamiz. Albatta. Zafar aka, bolalar urologiyasi nimani o'rganadi? Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Endi bolalar urologiyasi deb aytadigan bo'lsak, bu umuman o'zi urologiya bu odamzodda siydik ayirish sistemasiga javob beradigan bo'lim hisoblanadi. Endi bu ikkiga bo'linadi: kattalar va bolalar urologiyasi. Bolalar urologiyasini farqi shundaki, u yerda asosan bolalarda uchraydigan tug'ma nuqsonlar, ya'ni o'sha rivojlanish paytida turli xil siydik ayirish tizimida, siydik tanosul a'zolarida nuqsonlar paydo bo'lishi va ularni davolash bilan bolalar urologiyasi shug'ullanadi. Tushunarli. Ota-onalar qachon bu mutaxassisga murojaat qilishlari kerak va farzandlari necha yoshligida? Ota-onalar asosan nafaqat bolalar urologi emas, umuman boshqa mutaxassislarga har 6 oyda murojaat qilish kerak bo'ladi. Nimagaki, bolani dispanser nazoratidan o'tkazib, butun rivojlanish sistemasini tekshiriladi. Bolalar urologiga aytadigan bo'lsak, eng ko'p uchraydigani bu bolada o'sha siydik ajratishda muammolar, ko'p siydik ajratishi yoki og'riqli siydik ajratish yoki siydikda hid paydo bo'lishi, asosan shu holatlarda to'g'ridan to'g'ri bolalar urologiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari yana siydik tanosul a'zolar, ya'ni reproduktiv a'zolardagi o'zgarishlar, ya'ni o'g'il bolalarda o'sha yorg'oqda tuxumlarni joylashmasligi yoki u yerda shishlar, qizarishlar paydo bo'lsa yoki eng ko'p savol beradigani, ota-onalarning eng ko'p savol beradigani o'sha bolasi, o'g'il bolalarda asosan bu bo'ladi. Bolam siyishda qiynalyapti, kuchanib siyapti deb aytadi. Bu holatda to'g'ri urologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu asosan chaqaloqlarda ko'p bo'ladigan narsa. Mani o'zimni faoliyatimda juda ko'p olib kelishadi bunaqa bolalarni. Bolam juda ko'p qiynalyapti, yig'layapti, siygandan keyin bu o'ziga kelyapti deb aytishadi. Endi umumiy o'z fiziologiyasini oladigan bo'lsak, 6 oygacha bolalarda turli o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Bularning ichida eng ko'p bezovta qiladigani bu o'sha qorindagi dam bo'lishi. Bolalarda qornida dam bo'ladi. Nimagaki, hali o'sha bu gazni chiqarish yoki axlatni nazorat qiladigan sistema hali to'liq o'ziga bo'ysunmaydi. Bu 6 oy davomida o'ziga bo'ysunishni boshlaydi va u yog'iga keyin markaziy nerv sistemasi orqali boshqariladi. Endi bu holatda bolam
juda ham ko'p kuchli yig'layapti, chiranyapti, lekin o'sha siydik chiqqandan keyin yaxshi bo'lyapti deydi. Bu yerda aslida bunaqa emas. Bola eng ko'p bezovta bo'ladigan o'sha qornidagi gaz. Bu gazni chiqarish uchun bola harakat qilib kuchanadi va o'sha kuchangan paytida tos chanoq a'zolaridagi o'sha muskullar bo'shashishi natijasida ham gaz chiqadi, ham siydigi chiqadi. Ularga faqat ko'rinadi siydigini chiqqani. O'ylaydiki, shunda ko'p 90% dan yuqori ko'p odam o'ylaydiki, bu yerda siyishga qiynalayotgan ekan, bunda mana siygandan keyin o'ziga keldi deb aytishadi. Bu yerda asosiy holat u ko'p holatlarda bu bilan bog'liq nima deydi? To'g'ridan to'g'ri siyishga qiynalmaydi demoqchiman. Bunaqa holat juda ham ko'p hozir. Tushunarli. Va aynan sizga hozirgi kunda qanday kasalliklar bilan ko'p murojaat qilishyapti ota-onalar? Endi bizada hali aytib o'tganimdek, tug'ma nuqsonlar. Eng ko'pi tug'ma nuqsonlar. Tug'ma nuqsonlarga qanday kasalliklar kiradi? Endi bolalar urologiyasida eng ko'p uchraydigani bu birinchisi kriptarxizm. Ya'ni o'g'il bolalarda uchraydi. U o'sha moyaklarni yorg'oqqa tushmasligi. Rivojlanish paytida u o'sha qorin bo'shlig'idan boshlab, ya'ni to'g'ri yorg'oqqacha bo'lgan masofada rivojlanmaslikning hisobiga qolib ketadi. Bu eng ko'p uchraydiganlardan biri. Undan tashqari keyingisi gidronefroz va gidronefroz bu endi buyraklarda buyrakdan siydiknagiga o'tish qismida to'siqliklarni hisobiga kelib chiqadigan kasallik va yana keyingisi bu gipospadiya. Bu o'sha tashqi siydik chiqarish yo'lini o'zini doimiy joyida emas, boshqa joyda paydo bo'lish. Bular hammasi hozirda eng ko'p uchraydigan tug'ma nuqsonlar. Ulardan tashqari yana ko'p, lekin asosan ko'p murojaat qiladiganlar shu turdagi nuqsonlar. Tug'ma nuqsonlar qaysi payt aniqlanadi? Tug'ilishdami yoki keyin? Tug'ma nuqsonlar o'zi odatda juda ham ko'p foiz holatlarda antenatal, ya'ni tug'ilishdan oldingi davrda aniqlasa bo'ladi va aniqlanadi. Lekin bir xil holatlarda antenatal degani bu o'sha tug'ilishdan oldin bola rivojlanayotgan vaqtida skrining tekshiruvlari, ya'ni ultratovush yordamida eng beziyon va eng oddiy bo'lgan ultra tovush yordamida tekshiriladi va ko'p holatlarda unda aniqlanadi. Bir xil holatlarda ultra tovush orqali ham aniqlanmay qoladi va uni bola tug'ilgandan keyin ota-onasi biladi. Homiladorlik paytidagi tashqi omillar bolalarning urologik nuqsonlariga ham ta'sir qiladimi? Bu eng zo'r savollardan bittasi. Nimagaki bola rivojlanayotgan vaqtida unda bitta urologik a'zolar bilan rivojlanmaydi. Butun sistema, butun a'zolar bilan rivojlanadi. Endi bu degani homiladorlik paytida tashqi omillar har bitta a'zo uchun ta'sir qilishi mumkin. Ularning ichida eng ko'pi bu yurak va undan keyingisi bu urologik nuqsonlar hisoblanadi. Omillarni aytib o'tadigan bo'lsak, ular juda ham ko'p. Bitta omilni ayta olmaymiz. Agar bitta omilni aytadigan bo'lsak, u omilni to'xtatardik va bu nuqsonlar paydo bo'lmasdi. O'shaning uchun birinchisi bu ota-onani o'sha homilaga tayyorligi, ya'ni yosh. Ikkinchisi turli xil qabul qiladigan gormonal preparatlar. Undan tashqari tashqi muhit ifloslanishi va yana aytadigan bo'lsak, ular juda ko'p. Endi hozir hammasini sanasak juda ko'p hisoblanadi, lekin eng qizig'i mana hozirgi zamonda juda ham rivojlanib ketgan mana bu plastik idishlar ko'p ishlatiladi. Bu haqida ham maqolalar juda ko'p aytilgan. Plastik idishlar bilamiz, bu hamma chiqindilarni qayta ishlab chiqariladi. U chiqindining ichiga yaxshi, yomon hammasi kiradi. Uni ichida tashkil qiladigan o'sha kimyoviy moddalar o'sha anaqani ichiga o'tadi, nima? Plastmast narsalar ichiga o'tadi va eng oddiysi uni ichiga ovqat qo'yiladi va uni isitiladi.
istilganda o'sha unga bo'lgan ta'siri hisobida yeyotgan ovqatiga hamma o'sha zararli kimyoviy moddalar ko'p holatda o'tadi va u organizmga kirib, ya'ni organizmga kirgandan keyin agar bu homilador ayol bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Zafar aka, mana hozir aynan sizni sohangiz bolalar urologiyasi, to'g'risini aytsam, men yaqin kunlarda eshitdim. To'g'risini aytaman. Yo'q, qarang, mana biz farzandimizni poliklinikalarga olib boramiz. Aynan bolalar uchun urologiyaga bizni yo'naltirmagan hech kim. Pediatrga, nevropatologga va boshqa bo'limlarga yo'naltirishadi. Nima uchun? Hozir balki bizni tomosha qilib turgan ko'p yurtdoshlarimizga ham bu voy, bolalar urologi ham bo'larmi deb tomosha qilib turgan bo'lishi ham mumkin. Nima uchun aynan davlat poliklinikalarida bolalar urologlari yo'q? Bu endi bu mutaxassislik tor mutaxassisligiga kiradi. Asosiy bu bolalar urologiyasini asosiy mutaxassisligi bu bolalar xirurgiyadan kelib chiqadi. Endi bizani sharoitda bu boshqa davlatlarda ham shunaqa, u aniq bir nuqtaga qo'yilmagan. Bir xil holatlarda kattalar urologi ham bolalar urologi vazifasida ishlaydi. Ha, shuni aytib o'tmoqchiman-da. Bitta, masalan, ginekolog, urolog, kattalarniki, bolalarniki degan tushuncha bo'lmagan. Yo'q, kattalarniki mana aytib o'tganimizdek, boshqa davlatlarda bolalar urolog bo'lishi uchun birinchi kattalar urologiyasiga topshiradi va keyin kvalifikatsiya qilib bolalar urologiga qayta o'qiladi. Shunda u odam ikkita mutaxassislikni olib bora oladi. Bizada bu narsa asosan bolalar xirurgidan, birinchi bolalar xirurgiyasi. O'shaning uchun poliklinikaga borsangiz, xirurgga kiring deydi. Xirurg organizmda nima a'zo bo'lsa, hammasini ko'radi. Aytadigan bo'lsak, bolalar urologi bo'lishi uchun o'sha xirurgiyadan keyin bolalar urologiyasiga o'qish kerak bo'ladi. Keyin alohida soha qilib chiqariladi. Bizdagi poliklinikalarda aytib o'tganimizdek 90% dan yuqori faqat bolalar xirurgiya o'tiradi. O'shaning uchun shunaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Farzandlarimizda mana uyga mehmonlar kelsa, jiyallarimizda kuzatamiz. Yosh bolalarning 2 yosh, 3 yoshdagi umuman deylik, yosh bolalarda hojatxonaga tez qatnash jarayonini ko'ramiz. Bu nimadan kelib chiqadi? Asosiy sabablari qanday va qanday davolanish kerak? Bu eng zo'r savol. Nimagaki juda ham ko'p-da bunaqa holat hozir. Kelgan bemorlarning ikkitadan bittasi aniq shu muammo bilan keladi. Shunaqa bolamda o'zidan o'zi siyish hissi paydo bo'lib qo'yadi, tualetga yuguradi va borib ozgina sidik chiqarib qaytib kelib yana 5 minutdan keyin yana boradi yoki ichki kiyimiga sidigi chiqib ketyapti degan juda ham ko'p. Endi fiziologiyasi bo'yicha bolalarda 5 yoshgacha bunaqa holatlar kuzatiladi. Nimagaki sidik pufagini o'sishi va uni o'sha yetuk a'zo bo'lib yetuk rivojlangan a'zo bo'lishi uchun 5 yoshgacha vaqt ketadi. Ungacha bu qovoqni o'zi ya'ni markaziy nerv sistemasiga bo'ysunmagan holatda ishlaydi. 5 yoshdan keyin u sekin bo'ysunishni boshlaydi. Shuning uchun bolalar o'zini o'zi kontrol nazorat qilishi kuchayadi. Siydigini nimagaki siyish hissi kelganda u 3 ta fazada bo'ladi o'zi birinchisi ogohlantiradi, yana ikkinchisi bu o'sha tayyor bo'ldi, o'sha hojatxonaga kirish kerak va uchinchisi bo'ldi tayyor deb kuchli his beradi, o'shanda kiriladi. Buni markaziy nerv sistemasi boshqaradi. Siz aytgan holatlarda ular to'g'ridan to'g'ri 3-fazaga o'tib qolaveradi. Bo'ldi deydi, o'sha paytda tushunmay qoladi, tualetga yuguraman deydi, yetib bora olmay qoladi yoki boradi, u his qaytib ketadi yoki u his kelgan paytida tushunmay qoladi deydi. Asosan eng ko'pi qiz bolalarda oyog'ini bundoq qilib qisib oladi. U qovoq qisqarib bo'shaydi, u his o'tib ketadi. Keyin bir xil vaqtdan keyin yana borib tualetga kiradi.
hojatxonaga kiradi. Buni sababi bu endi fiziologiyasini aytdim hozir. Buni buzilishi bu eng ko'pi bu axlat, ya'ni oshqozon ichi qabziyat. Nimagaki qabziyat bu faqat bu holatda emas, ko'p narsaga ta'sir qiladi. Birinchisi qabziyat bu ichak sistemasi doim bo'sh turishga moslashganda. O'tda qabziyat bo'ldimi, u to'la bo'ladi. Birinchi ta'sir umumiy organizmga axlat bilamiz, bu shu infeksiya o'chog'i hisoblanadi. Bu birinchi organizmga ta'siri ichida qolgandan keyin u ichak uni so'rib oladi. Suyuqligini so'rib oladi va organizmga ta'sir qiladi. Bu qon orqali o'tadi, nishon a'zolarga borib urilaveradi. Ikkinchisi to'g'ri ichak bilan qovuq bu yonma-yon turadi. Ikkalasi ham qisqaradigan a'zo hisoblanadi. Bilamiz, ichak bo'sh turishi kerak. Qachonki to'lsa, hojatga kirsa, bo'shagandan keyin bo'sh turishi kerak. Bu holatda to'la turadi. Qisqaraman deb harakat qiladi. O'sha paytda qovoqni devoriga signal berib yuboradi. Qovoqning ichida endi to'lib kelayotgan siydik buni bilmaydi. O'ylaydiki, men qisqarishim kerak ekan deydi, qisqarib yuboradi. O'sha paytda unga his kelib qoladi bolaga, to'ylikka hojatxonaga yuguradi. Demak, 5 yoshgacha bu tabiiy holatmi? Ko'p holatlarda tabiiy holat. Endi bu degani 1 soat ichida 30 marta chiqishi bu ham tabiiy holatga kiradimi deb so'raydigan bo'lsangiz, yo'q. Odatda mana kun davomida 7-8 martagacha ham chiqib qolishi mumkin. Bu endi tabiiy holat deb aytsa bo'ladi, chidasa bo'ladi. Haligi holatda bu aniq muammo bo'ladi. O'g'il bola ichi to'liq qotadi yoki o'g'il bolalarda tashqi siydik yo'lini uchki qismi torayib qolgan bo'ladi yoki qiz bolalarda o'sha tashqi lablar bir-biriga yopishib qolib yo'lini yopib qo'ygan bo'ladi. O'shani hisobiga ularda nima deydi? Сопротивление paydo bo'ladi va qovoq ichidagi bosim o'zgaradi. Undan tashqari yana boshiga qaytamiz, o'sha tug'ma nuqsonlar bu holatlarni ham keltirib chiqaradi. Buni ham esdan chiqarish kerak emas. Tushunarli. Biz bolalarimizni sog'lig'iga tug'ilgan paytdanoq, balki homila paytidan e'tibor beramiz va ularni 2 yosh, 3 yosh bo'lganda bilamizki, maktabgacha ta'lim muassasasiga joylashtiramiz va ota-onalar tinch xotirjam ketishadi. Ya'ni bog'chapasiga topshirdim, bo'ldi, ko'ngli xotirjam. Lekin aynan mana shunday holatlarda bog'cha opalar deylik yoki o'sha maktabgacha ta'lim muassasasida nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday muammolar bor? Hozir aytib o'tgan muammoimiz asosan shu bog'chada ko'p kuchli rivojlanib ketib qoladi-da. Nimagaki bolada bir xil, endi hammasida ham emas, bir xil bolada psixologik travma degan narsalar bor. Bog'chaga chiqmayman deydi, chiqsa chiqqandan keyin o'tda u yoqmaydi, u muhit. Bu birinchisi. Yoqmagandan keyin odatiy hol hojatxonasiga kirgisi kelmaydi. Kirmagandan keyin u siydigini ushlab yuraveradi. Bu degani qovoq ishlayveradi, qovoqqa farqi yo'q, u bog'chami, boshqami. Unda bosim o'zgaraveradi qovoqning ichida. O'zgargan bosim bu qovoqning devorini buzaveradi. Hali aytgan sababingizga to'g'ridan to'g'ri sabab keltirib chiqaradi. O'shaning uchun bu eng avvalo uydan boshlanadi, ya'ni hojatxonaga o'rgatish. Birinchisi vaqtida hojatxonaga kirish, siydikni ushlab, bizda keyin yana bitta gap aytishadi, bolam kuniga 2 marta siyadi, bu qovog'i juda ham mustahkam, bu zo'r deydi. Aynan bu bola o'sha muammoli holatga kandidat hisoblanadi. Nimagaki bu siqib yuradi, o'sha fiziologik kelgan hisni yo'qotish uchun ushlab yuradi. O'shaning uchun 2 yoki 3 marta tualetga hojatxonaga kirish mumkin-da. Bu aytganimdek o'sha oiladan boshlanadi, o'rgatib, hojatga kir, qiz bola bo'lsa
hojat qilgandan keyin gigiyenaga o'rgatiladi boshqa. Bu narsa bog'chada ham davom etish kerak, uzilib qolish kerak emas. Nimagaki uyda ko'rgan narsasini qilgisi keladi, bir xil bog'chapala etmasligi mumkin. Yo'q qilmaysan deydi yoki boshqa deydi, shu bilan uziladimi? Bola tushunmaydi. Men uyda unaqa qilyapman, bu yerda unaqa. O'shaning uchun birinchisi funksional, ya'ni fiziologik bolani qo'yib berish, o'rgatish, ikkinchisi gigiyena. O'sha narsalarni to'g'rilansa, u muammolar kelib chiqmaydi. Keyin yana bittasi bor, bolalarni o'sha unitazda o'tirishi. Endi ko'p bog'chalarda garshok tuvakmi nima deyiladi? Tuvak. Tuvakda o'tiradi. Ko'pida unitaz. Unitaz. Unitazda qanaqa o'tiradi? Shunda chiqadi, u bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa ham, unda o'zini o'tirish qoidasi bor-da. Agar to'g'ri o'tirilmasa, hali aytgandek, ich qotishiga asosiy sabab bo'ladi. Bir xil bolalar nimagaki uyda axlat qilmasligi mumkin, bog'chaga borib qilishi mumkin. Unaqa unitazda o'tirsa, axlat to'liq bo'shamaydi. To'liq bo'shamagan. Har kuni ichi keladi degani, bunda qabziyat yo'q degani emas-da. Chunki agar qiyshayib, bukchayib o'tiradi ko'pi unitazda, unaqa o'tirgandan keyin to'g'ri ichi ochilmaydi. Qisman ochiladi. Axlat qisman bo'shaydi, qolgani qolib ketaveradi. Qolib ketgan axlat hali aytganimizdek qo'riqni ezaveradi. O'zi necha yoshdan unitazga o'tirish kerak bolalar? Endi o'sha qo'riq birinchidan bu unitaz haqida yosh ko'rsatilmagan. O'tirsa bo'ladi. Qachonki o'sha toilet training deydi, tualet hojatxonaga tayyorlash. O'sha yoshligidan boshlanadi, farqi yo'q. O'tdimi? Bu yerda nafaqat unitaz. Bu yerda tuvak, o'sha garshok. Unda ham bu yerda asosiy maqsad o'sha oyoqni to'g'ri qo'yish va to'g'ri ichakni ochilishini ta'minlash. O'shanda muammo bo'lmaydi. Bekorga oldin yerdagi hojatxonalar bo'lmagan. Bu narsalar hammasi o'ylab, to'g'rilab qilingan narsa. Yaponiyada misol uchun hali ham bor o'sha narsalar. Chunki biladi. Assalomu alaykum, Klinik SUS. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Klinik SUS, чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский? 5 лет. Yaxshi kelib qo'yasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, вчера Opera olasizmi? Assalomu У вас есть alaykum. невропатолог? Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы. Aynan ota-onalar bolasida qanday belgilarni sezganda bolalar urologiga darhol murojaat qilishlari kerak? Endi tashqi tomondan ko'rinadigani bu birinchisi tashqi jinsiy holat organlarda keskin o'zgarish, qizarish, og'riq, boshqa travma, bular endi tashqi, undan tashqari o'sha seyish bilan bog'liq bo'lgan любой muammo. Qiynalishi, tomib qolishi, siymasligi. Bu tashqi tomondan ko'rinadigan holatlar. Bularda to'g'ridan to'g'ri bolalar urologiga borish kerak bo'ladi. Ichkisini ko'rmaydi. Misol uchun nuqsonlar bor, umuman besimptom. Hech qanaqa klinika bermaydi, rivojlanaveradi. Bola shamollab qoladi, doktorga borsa, bitta uzi qilaylik deydi. Bitta uzi qilganda bu yerda buket turgan bo'ladi. O'shaning uchun tashqisi bu o'sha ko'rinadigan nuqsonlar, hozir aytganimiz, ko'rinadigan holatlar, hozir aytib o'tganlarimiz, ko'rinmaydiganlari o'sha 6 oy ichida majburiy tekshiruvga borib tursa, u narsalar o'sha ancha yengil bo'ladi. Qaysi holatlarda operatsiyagacha borasiz? Endi bu nuqsonga qarab. Nuqsonga qarab, aynan qaysi nuqsonga qarab yoki aytganimizdek, endi biz travmaga ham qaraymiz. Bolalarda jarohatiga. Urologik
tomonidan bo'ladigan jarohatga bolalardagi bolalar xirurgi va bolalar endi shoshilinch holatda asosan bolalar xirurgiga shoshilinch bo'limiga olib borishadi. Tushunarli. Boshqa holatlarda bolalar urologiga. Va hozirgi kunda gipospadiya degan kasallik ham bor ekan, ya'ni bu tug'ma nuqsonmi yoki keyin paydo bo'ladiganmi? Keling, gipospadiya haqida kengroq tushuncha berib o'tsangiz. Bu tug'ma nuqson hisoblanadi. Hali aytib o'tganimizdek, bu o'g'il bolalarda, o'zi o'g'il bolada ham, qiz bolada ham uchraydi. Uchrash chastotasini aytadigan bo'lsak, 200 ta tug'ilgan o'g'il boladan bittasida uchraydi. Qiz bolalarda bu sal noyobriq, kam uchraydi juda ham. Faqat uni ajratib olish kerak bo'ladi. Uni ham ozgina aytib o'tamiz hozir. Bu o'zi tashqi siydik chiqarish teshigini normada bilamiz o'g'il bolalarda fiziologik o'sha jinsiy olatning uch qismida joylashgan bo'ladi. Bu holatda u pastroqda, ya'ni o'zini darajalari bor. Shunday darajalari borki, oraliq sohada ham u ochiladi. Bu degani u o'g'il bola hojatxonaga kirganda turib siydik ajrata olmaydi-da. Tushunarli. Bu shunaqa nuqson. Buni endi diagnostikasi faqat odatda obyektiv ko'rganda aniqlanadi. Ya'ni bola tug'ruqxonada dunyoga kelishi bilan o'zi qoidasi bo'yicha tekshirib, har bitta a'zoni ko'rib yetish kerak bo'ladi. O'sha paytda ko'rib ota-onaga ogohlik berish kerak bo'ladi. Nimagaki bu 6 oydan boshlab operatsiya talab qiladigan patologiya hisoblanadi. Ota-ona shunga tayyor turish kerak va 6 oydan boshlab. Tug'ilgandan keyin 6 oylikdan boshlab. Demak, gipospadiyada operatsiya shart hisoblanadi. Endi darajalari bo'yicha aytib o'tganimizdek, yengil darajalari bor. Ko'p holatlarda o'tkazib yuboriladi. Nimagaki u почти yaqin. Deyarli normaga yaqin joyda joylashgan bo'ladi. U unaqa funksional va kosmetik o'zgarish bermaydi. O'shaning uchun ular o'tib ketadi. Ularga operatsiya talab qilinmaydi. Boshqa turlarida hammasida talab qilinadi. Bu yana bitta umumiy nima deydi? Tushuncha berib o'tadigan bo'lsak, mana sunnat deyshadi-yu. Bolam sunnat tug'ildi deb xursand bo'lib aytishadi. Aslida bu o'sha kasallik bo'ladi. Tushundingizmi? Tushunarli. Vaqtida operatsiya qilinmasa qanday oqibatlarga olib keladi? Endi bu holat bolani umuman bezovta qilmaydi. Ko'p holatlarda 95% holatlargacha aytadigan bo'lsak, nimagaki hali bola 18 yoshga yoki o'sha balog'at yoshiga yetguncha undan faqat o'sha funksional siydik ajratish maqsadida foydalaniladi. U balog'at yoshiga yetib, turmush qurib, boshqa qilgandan keyin unda reproduktiv funksiya ham ishlash kerak bo'ladi. Bu turdagi bolalarda u juda ham muammo keltirib chiqaradi. Tushunarli. Biz hozir yuqorida ikkita tug'ma nuqsonlar haqida gaplashdik. Eng ko'p uchraydiganlari va yana bittasi bor, gidronefroz. Shunga ham to'xtalib o'tsangiz. Hozir aytgan nuqsonlarimiz bu asosan reproduktiv sistemani nuqsonlari hisoblanadi-da. Bu gidronefroz bu siydik ayirish sistemasining nuqsoni, ya'ni normada buyrakdan siydik ajraladi va siydik yo'liga o'tadi. Bu nuqsonda o'sha o'tish joyida muammo bo'ladi. Torayish, o'zini joyidan yuqoriroqda joylashish, qiyshaysh, bular o'sha siydikni erkin chiqishiga to'sqinlik qiladigan sabablar bo'ladi. Bular ikkiga bo'linadi. Endi bizada bolalar urologiyasida ko'pi bu tug'ma. Ikkinchisi bu orttirilgani odatda tosh tiqilishini hisobiga va qandaydir o'sma yoki bir qaysidir a'zoni ezib qo'yishini hisobiga siydik erkin ajralib, erkin o'ta olmaydi. Buning natijasida buyrakni kosacha jom sistemasi kengayib ketadi va buyrakni parenximasi, ya'ni buyrakni buyrak qilib turadigan go'sht qavati, endi tushunarli bo'lish uchun aytaman, o'sha qavat zararlanadi, yupqalashadi va buyrak faoliyatini yo'qotishi mumkin bo'ladi. Bu nuqson hali aytganimizdek homiladorlik paytida aniqlanadi.
aniqlangandan so'ng bola dunyoga kelganda qayta ultratovush qilish majburiyati endi обязательно demoqchiman. Nima bo'ladi? Majbur. Ha, majburiy. Agar ona qornida bu nuqson aniqlansa, tug'ilgandan so'ng darhol ultratovush qilib aniqlash kerak bo'ladi. Bir ko'p holatlarda bu o'tib ketib qoladi. Aniqlanmaydi yoki kichkina darajasi bo'ladi, ahamiyat berishmaydi. Shu bilan boshqa uziy qilinmaydi ultratovush. Va hali aytganimizdek, boshqa kasallikni davolayman deb borganda mutaxassis ultratovush qilganida kengayishni ko'radi va u kengayish gidroinfirozligi keyin aniqlanadi. Buni diagnostikasi ultratovush va renografiya degan tekshiruvimiz bor. Eng oltin standart. Ikkalasi qilingandan so'ng darajasiga qarab 4 ta darajasi bo'ladi o'zi. Darajasiga qarab taktika, ya'ni davolash tanlanadi-da. Tushunarli. Davosi 3-4 darajada asosan bu operativ va agar vaqtida aniq, to'g'ri qilingan, vaqtida aniqlangan va to'g'ri bajarilgan amaliyot bo'lsa, bu nuqson nafaqat bu, boshqa nuqsonlarning hammasini davosi bor. Hozir aytib o'tgan nuqsonlarimizni aytmoqchiman-da. Qarindoshlar nikohi ham bu sohada ta'sir ko'rsatadimi? Ya'ni bolalarning urologik kasalliklari paydo bo'lishi. Bu narsa juda ham katta ta'sir ko'rsatadigan hisoblanadi. Nima deydi? Sabab hisoblanadi. Nimagaki, o'tda yana aytaman, faqat urologiya emas, o'tda butun a'zoda, xohlagan a'zoda juda ham og'ir nuqsonlar keltirib chiqaradi. Bizda eng ko'p uchraydigani bu jins noaniqligi. Bola tug'iladi, jins noaniq. Aynan qarindoshlar nikohida kuzatiladi. Ularda eng ko'p. Bizda mana genetik shifokorimiz bor. U bu narsa bo'yicha juda ham ancha yillardan beri kurashib keladi. Lekin haligacha bu narsa davom etyapti. Bizda ham xuddi shunaqa. Bu nuqson, bu holatdan keyin juda ham ayanchli nuqsonlar bilan dunyoga keladi. Hozirgi beradigan savolim juda ko'p bahslarga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni nevropatologlar, urologlar orasida. Lekin bu kasallikning pediatrlar qolib ketdi. Pediatrlar orasida, lekin bu kasallikning davosi sizlarda bor deb o'ylayman va unga sizlar mas'ulsizlar deb o'ylayman. Ko'p ota-onalarning muammosi bor. Farzandim to'shakda, ya'ni peshob ushlay olmayapti, ko'rpachani ho'llab qo'yapti deydi. U xoh kichkina bo'lsin, xoh katta bo'lsin. Buning asosiy sabablari va davosini aytib o'tsangiz. Bu yana bitta qiziq mavzudan bittasi, aytib o'tganingizdek, juda ham ko'p bahs munozara va davosini topmagan bemorlar soni juda ham ko'p. Bu mavzu bo'yicha o'zi aytadigan bo'lsak, butun dunyoda, rivojlangan davlatlarda eng ko'pi bolalar urologiya shug'ullanadi. Protokollarda ham, mana rekomendatsiyalarda ham hammasida bu urologlarniki urologik tomondan davolanadi. Endi SNG davlatlarida, shu jumladan bizning davlatimizda ham bu pediatrlar tomonidan, nevropatologlar tomonidan ham davolab kelinadi. Endi men bunga qarshiligim, men qarshi emasman. Nimagaki, agar yordam berib davolasa, u farqi yo'q, u gap bo'lish mumkin emas. U xoh pediatr bo'lsin, xoh nevropatolog, faqat to'g'ri davo qilinsa bo'ldi. Endi bu kasallik enurez deb ataladi. Tunda o'sha siydikni chiqarib qo'yishi. Buni asosiy sababi 3 ta o'zi. Birinchisi, eng asosiysi, buyrak usti bezidan ajralib chiqaradigan gormonni to'liq ishlamasligi tunda va yoki uni qisman o'sha aktivatsiya bo'lishi. Nimagaki bir xil bolalarda bir kun siyib qo'yadi yoki boshqa kun qilmaydi. O'shan bilan bog'liq. Ikkinchisi bu qovoqdagi disfunksiyani hisobiga. Uchinchisi bu uyqu bilan bo'lgan muammoli bolalarda bu ko'p kelib chiqadi. Birinchisi o'sha buyrak usti bezidan gormon tunda uyqu vaqtida ajraladi va tonggacha uni nazorat qilib turadi. Ya'ni o'sha siydik chiqqan vaqtida ushlab turadi. Chunki miqdori oshib ketsa,
u chiqib ketadi. Uni nazorat qiladigan garmon bor. Ikkinchisi qovoqni disfunksiyasi. Qovoqni disfunksiyasi degani bu o'sha ishlashi, u hali aytayotganimizdek noto'g'ri ishlashi. Uni natijasida qovoqda beixtiyoriy qisqarish kuchayib ketadi va qovoqning hajmi kichkinalashadi. Tunda ajralayotgan siydik bu qovoqning hajmi kichkinalashganini ahamiyati yo'q. O'sha yosh uchun ajratadi yoki qabul qilgan suyuqligiga qarab ajratadi. Qanday davolash kerak? Uchinchisini aytib olaylik, to'xta. Ayting. Uchinchisi uyqu bilan bog'liq. Chuqur uyquda sezmay qoladi yoki shunaqa chuqur uyquda va og'zini ochib uxlaydi. Og'zini ochib uxlagandan keyin kislorod to'yinib kirmaydi. Kislorod to'yinib kirmagandan keyin qon aylanishi tezlashib ketadi. Va ko'p qon buyrakka kiradi va shuncha ko'p siydik ajralib chiqadi. O'shaning uchun og'zini ochib uxlaydigan bolalarda birinchi lorga boringlar, ya'ni otolaringologga borib tekshiringlar, adenoid bo'lsa olib tashlanglar deb aytilgan tavsiyalarda ham. Buni davosi bor. Bitta dona o'zi tabletkasi, bitta dona preparat bor. Eng ko'p o'sha bu muammoni hal qiladigan. Va ikkinchisi bolaning rejimi. Agar klassik o'sha buyrak usti bezi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq holat bo'lsa, shu bitta dorisi va bitta rejimi bor. Shu bilan 97 yo 98% odam tuzalib ketadi. Qolgan hali aytganlarim qovoq hajmi yoki disfunksiyasi bilan bog'liq bo'lsa, uni tuzalgandan keyin albatta o'tib ketadi. Nimaga 14 yoshgacha o'tib ketadi, menda oldin bo'lgan degan narsalar bo'ladi. 14 yosh bu o'tish davri hisoblanadi. O'tish davrida qon aylanish, gormonal har tomonlama kuchli bo'ladi. O'sha paytda xohlasa xohlamasa haligi aytilgan gormon kuchayib o'zini joyiga tushib oladi va ishlaydi. Shunda qolib ketadi. Bolalar urologiyasida qanday zamonaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda? Juda ham ko'p. Ko'p. O'zbekistonda rivojlanyaptimi aynan bu soha? Rivojlanib kelmoqda va misol endi nafaqat bolalar urologiyasi, o'zi umuman butun tibbiyotda hozir yuqori texnologik jihozlar rivojlanib kelyapti. Shuni qatorida O'zbekistonda ham. Bizani misolda aytadigan bo'lsak, ya'ni barcha operativ muolajalar o'sha bajaradigan ko'p qismi bu yuqori texnologik, kam invaziv jihozlar yordamida amalga oshiriladi. Endi eng ko'p so'raydigan savollar bu robotda qilsa bo'ladimi? Bolalarda ham deyishadi. Bo'ladi albatta, lekin faqat bolalar uchun robot bu qiyin holat. Nimagaki birinchisi bu uni narxi qimmat turadi va uni qoplanish. U aytmoqchi bo'lganim bolalarda kamroq ishlatiladi. Shuning uchun asosan bu kattalar, ya'ni katta odamlardagi bo'lgan muammolar uchun ishlatiladi. O'shaning uchun lekin hozir bu robotlar birinchi chiqqanida aniq ko'rsatkichlar bor edi-da. 10 kilodan kichkina bola yoki boshqa qilib bo'lmaydi. Hozir shu rivojlandiki, oxirgi ma'lumot 3 oylik bolada, ya'ni bizdagi o'sha urologik amaliyotlarni ham bajarishyapti. Tushunarli. Bolalar gigiyenasining urologik kasalliklardagi ahamiyati. Bu kirish darvozasi hisoblanadi. Birinchisi, bundan ko'proq aziyat chekadiganlar bu endi qiz bola. Chunki anatomik jihatidan, rivojlanish jihatidan qiz bolalar a'zolari anatomik jihatdan bunga moyilligi yuqoriroq. O'shaning uchun o'tda infeksiya, gigiyena bu juda muhim hisoblanadi. Eng oddiysi to'g'ri o'sha yuvish, gigiyena, ya'ni qiz bola hojatga kirgandan keyin uni to'g'ri gigiyenasini qilish. Hamma o'ziga osonni qiladi. Ya'ni uni yuvish qoidasi ham bor-da. Oldindan orqaga. Hammaga qulay, shunda o'tkazib olib, bitta orqadan oldinga yuvish. Bu yerda u suv bilan to'g'ri infeksiyani olib kirib joylab qo'yadi. Tushunarli. O'g'il bolalarda ham bor.
endi nisbatan qiz bolalarda ko'proq. O'g'il bolalarda endi bu asosan kimda bo'ladi? Sunnat qilinmagan bolalarda. Nimagaki o'sha ichki kiritma varaqasidan ajralib chiqaradigan ajralmalar shu infeksiyani sabablari bo'lishi ham mumkin. Tushunarli. Buvilarimiz aytishadi, kelin, o'g'il farzand bo'lsa, bolaga ko'p pampers kiyg'izma deyshadi. U ham sabab bo'lishi mumkinmi? Kasalliklarga yoki qandaydir o'zgarishlarga? Pampers bu ham yillar davomida diskussiya bo'lib kelayotgan mavzu. Endi bor, juda ham ko'p исследование qilingan. Internetda yozsa ham juda ham chiqib keladi pampersni bolaga ta'siri boshqa tadqiqotlar. Lekin hech qaysisi o'zini tasdig'ini 100% topmagan. Shuning uchun kimdir endi mantiqan o'ylasangiz, pampers ertalab kiygizadi, kechqurun yechadi ko'pchilik. Bir kunda bir mahal. Endi qo'pol qilib aytganda, bu degani u havo o'tkazmaydi, boshqa havo aylanmaydi. O'shani hisobiga dimlanish kuzatiladi deyiladi. Men endi hech qayerda uni tasdig'ini ko'rmaganman. Agar tasdiqi bo'lganda edi, bu pampers ishlab chiqarilmasdi. Birinchisi, ikkinchisi endi hamma narsadan to'g'ri foydalanish. Bu degani ertalab qo'yib kechqurun olish emas. 1 soatga yoki gigiyenaga rioya qilish. Menimcha shunaqa qilsa, hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Xo'p, bolalarda sababsiz tana harorati ko'tarilishi bo'ladi, kuzatiladi. Sizni sohangizga bog'liqmi? Endi bu yerda aytadigan bo'lsak, asosiysi eng ko'pi bu o'sha respirator a'zolardagi bakteriya va viruslarning hisobiga bu kelib chiqadi. Lekin undan tashqari bizning sohada ham bu narsa kuzatiladi. Nimagaki siydikdagi infeksiya qo'riqning ichida qolishi bu o'sha buyrakka o'sha infeksiyalangan siydikni qaytib ketishini hisobiga eng ko'p holatlarda kuzatiladi. Normal holatda o'zi siydik faqat yuqoridan pastga tushib chiqib ketadi. Bu shunaqa yaratilgan. Bu holatda o'sha tushgan siydik yana orqaga qaytib chiqib ketadi. Bu endi reflux deyiladi. Qo'riq siydikning refluksi. Eng ko'pi shuni hisobiga. Qo'riq siydikning reflux deyiladi va shuni hisobiga sababsiz tana harorati ko'p bo'ladi bizda. Nimagaki lorga bordim deydi, pediatrga bordim deydi, lekin temperaturasi tushmayapti. Siydik topshirdinglarmi yoki UZI qildi, ultratovush qildirdinglarmi? Yo'q deydi. Topshirsa, siydik topshirsa va ultratovush qilsa, o'tda o'zgarish paydo bo'ladi. Keyin biz u yog'iga chuqurlashtirilgan tekshiruv qilishimiz kerak bo'ladi. Shu tekshiruvdan keyin uni aniqlab beramiz. Bor yo'qligini. Tushunarli. Ko'pchilik ota-onalar bolalarning buyragida muammo bo'lsa, bolalar nefrologini qidiradi. Urologni emas. O'zi kim ko'rish kerak? Endi nefrolog bu to'g'ridan to'g'ri buyrakdagi o'zgarishlar bilan ishlaydigan mutaxassis. Urolog bu buyrakdagi nuqsonli holatlarda davolaydigan mutaxassis hisoblanadi. Ya'ni shu rivojlanayotganda aytganimizdek, o'zini joyida emas. Aytayotganimizdek, o'sha rivojlanayotgan vaqtida siydikning chiqishi bilan yoki orqaga qaytishi bilan dunyoga kelishi boshqa. Ularni endi umumiy aytadigan bo'lsak, xirurgik aralashuv bilan bajariladigan holatlarda bolalar urologi. Buyrakning o'zidagi yallig'lanish yoki buyrak to'qimasini zararlanishi, travma emas, endi to'qimaning ichidagi o'sha nefronlarning darajasida yallig'lanishlar bo'ladi. Bunda asosan nefrologlar davolashadi. Endi haligi aytganimizdek, qo'riq siydikning refluksi yoki boshqa bularni ham remissiya davrigacha ko'p holatlarda nefrologlar davolaydi va tayyorlab beradi. Keyin xirurgik yondashuvga urolog tomonidan amalga oshiriladi. Tushunarli. Zafar aka, bugungi suhbat uchun katta rahmat. Omad tilaymiz va muvaffaqiyat tilaymiz kelgusida ishlaringizga. Aziz tomoshabin, sizga ham bolalar urologi kerak bo'lsa va bugungi suhbatimiz sizga yoqqan bo'lsa, Clinics
o'zining quyidagi raqamlariga murojaat qiling va albatta kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va albatta izohlaringizni kutamiz. Clinics.uz sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Agar shu podkastdan kimgadir qanaqadir yordam bergan bo'lsak, biz faqat xursandmiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Clinics.uz. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Clinics.uz, чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский? 5 лет. yaxshi ketib qo'yasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, вчера Opera завтра. olasizmi? Assalomu У вас alaykum. есть невропатолог? Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы.